birinchi darsimizni boshlaymiz. Hammada bunday narsa turibdi. To'g'ri? Menda nima boshqani papkasida turganligim uchun mana shunaqa. Qaranglar. Welcome ni o'chirib tashamanglar. Bu tursin. Bu padesh qilib turadi sizlar ko'pincha mana shunday joyda. Agar kimlarga welcome bo'lmasa, mana bunga bosasizlar. File, open folderga bosasizlar. Menda mana welcome turganligi uchun open folderga bosaman. Open folderga bosamanda, men aytdim, men o'zimga nima tanlayman? D disk bor, C disk bor, to'g'rimi? Kimlardir faqat C disk bor. Shunga menda kimda C disk bo'lsa, C disk tanlasin, kimda C disk yo D disk bo'lsa, D disk. Hamma narsa asosan kompyuter narsalari C diskda turadi, qolgan o'zlaring narsalar D diskda turadi, to'g'rimi? D diskga bosaman. Men aytdim, любой bitta papkaga bosdim. Mana tramplin weekends. Hop, o'ng tomonini bosaman, mishkachani. Newga bosaman. Kimlardir отправить bu. Men aytdimda turibdi-da, folder, yangi papka ochaman xullas. Sizlar hop group 16 sizlar 16. Hop, buni ichiga kiraman endi. Enterda bosdim, yozilgandan keyin. Select folder qilaman, men bitta obnovleniya bo'ladi. O'chib yonadi mana. Men aytdim, bo'lib turadi. Ilk mana group. Mana unga bosib qo'ymanglar, mana unga bosinglar-da, mana uni ichiga bosinglar. Tushunarli-a? Mana bu yerda bo'lib fayllarni shetda turaveradi. Endi shu papkaning ichida men sizlarga har darsda yozilgan fayllarni mana shu ichida yozib boraman. Mana shu papka sizlarniki bo'ldi.